36 mingga 2 etajli zo'r uy topib qo'yganmiz. Tayyor yer uyimiz ko'rasizlar. Narxi 36 ming. Общий 1 sotiga qurilgan. Hozir ichlarga kirib ko'ramiz. Mana lokatsiyamiz Marg'ilonning sentrida. Mana shundan shuni chiqqanimizda masjid bor. Sentralni dollar bozorning oldida uni oq masjid xudo xolasa chiroyli yangi bityapti. Bitta gaz yo'q, suv svetdan muammo yo'q. 3 faza mana 3 fazalar tushirib berilgan, tayyor montajlar bo'lgan. Pastki raqamlar egalari uyimiz birinchi etaj fondli, xomushda bo'lgan. Sesmalar, regellar quyilib, plita tashlab, ikkinchi etajini pishirishda qilib qo'yganlar. Ikkinchi etajni ochib tashlab, uchinchi etaj qivorishdan bo'ladigan qilib, tepaga ham sesma qo'yib qo'yibdilar, cho'tki qilib. Robotdan kirishimizga Xo'p, mashina olsangiz, mashinangiz tashqarida turadi. Parkovka uchun joyimiz yo'q. Kirishimizda o'ng qo'lda bitta mehmonxona, общий 6 xonali, plus podvallari bilan mana shunaqa 1 sotiga tushgan chiroyli, birinchi etaj 100 kvadrat, ikkinchi etaj 100 plus podvali bilan 36 mingga egalar raqam bilan qo'yib qo'yapmiz. Marg'ilon sentridan mana shunaqa uy so'raganlar jo'natib yuboramiz. Xo'p, bu tomondan ham bitta xona, mana yerda sanuzellarimiz bor ekan. Tepalari ham ko'rishlar mumkin. Tepadan masjiddan juda ham chiroyli ko'rinadigan. Shaharni ko'rib tursa bo'ladi ikkinchi etajdan. Ikkinchi etajimiz fondli g'ishli. Pastki raqamlar hamdomida egalari. Telefon qilsalar ham xudo xolasa baraka qilib yuboramiz. Mana shunaqa chiroyli uy so'raganlar jo'natib qo'ysalar ham xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. Yana uy chiqarishda davom etamiz. Pastda egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz.